Yaxşımısınızlar dostlar, biz bugün seriqash tayyorlash usulini o'rganib ketaylik. Oldi bilan jizdan 5 tonni sug'uchilab rangini chiqarib olamiz. Al-Nuri 5 ton xoli silliq organik unidan 1 kilogram uniga 12 gram tuz, 6 gram lamanji silib, shatari suvi bilan xamir yo'g'irib olamiz. Xamir yo'g'irganda ubda ishlab yaxshi tindirib olamiz. Xamirimiz tinib tayyor bo'lgan chog'da xamirimizni bang'izlab bir o'ng, bir so'l cho'rib, xamir tangshalgandan keyin arqa inchkiltish orqali xamirni inch qalatga akilamiz. Qaynayotgan qozonga cho'pni silib 2 minut atrofida pishirib olgandan keyin sovuq suvda chayqab, maylab tayyor qilib olamiz. Ko'katlarni ushoq to'g'rab olamiz. Qozonga suv quyib qaynaganda ekranda ko'rsatilgan darmaklarni silib, ta'mini tangishib olamiz. Tayyor qilib olgan ko'katlarni silib, seriqashning sho'rpisi tangshalgandan keyin suyuqlantirilgan kraxmal berib, suyini tangshab, bir qachiq elib, sovutib olsak bo'ladi. Arqadan seriqashning ustiga azroq zimajang, laljang silib, ustiga shangsay qatorligini solgandan keyin tangshib olgan seriqash qayamchini iste'mol qilsak bo'ladi. O'rganib oldingizmi? Siz uyingizda sinab ko'ring.